Hammaga assalomu alaykum. Bizlarda keyingi navbatdagi satatan zdaniyamiz notarar zdaniya bo'ladi. Общий kvadrat 97 kvadrat. Adresi prямо sentrda, yuragida, markazida joylashgan. Xalqlar do'stlik ko'cha Bansaning manglayida joylashgan zdaniya sotib o'tir, aptek bo'lib turibdi. Ichining kvadratlari bilan tanishib chiqamiz. Baholarni video davomida aytamiz. Ketdik. Dorixona 225. Sразу adres tushuntirib o'tib ketamiz, keyin ichkarilarini ko'rsatib chiqamiz. Adres Bansaning manglayida. Bu yoq mana Umarning do'konidan o'tib kelaverasizlar. Menda o'sha neni Muqaddasxon zargar do'konida bor. Shohruxlarning peshovatdan shunday o'tsanglar, Dorixona 225, bu yoqda Adinning xonasi bor. Hozir apteka bilan tanishtiramiz, ana xonasini Adinni tanishtiramiz. Общий kvadrati 97 kvadrat. Buni foydalanishga berilgan maydoni esa 86 da 50 kvadrat bo'ladi. Konditsionerlar qiladi. Mana hamma narsasi olib chiqib ketiladi bu yerda. Aptekka tegishli hamma narsa olib chiqib ketiladi. Mana polkalari bu yoqda spalnisi bor. Spalniya xonada bir ikki polkalarnilari bor. O'sha narsalarda qoladi deyapti. Endi bu qolgan narsalarni kelgan vaqtda savdolashgan vaqt kelishib bo'laversa, bu yoq podyezdning eshigi bo'ladi. Bu yoqda ko'chadan kirib chiqqan eshikdan, bu yoqdan kirib chiqqan o'rtadan yana bir eshigi bor. Bo'rding razmeri adashmasam tak 13 ga 5,5 dedim mana shu yergacha. Bu yoqda vanna sanuzelari, kuxnyalari bor bu yoqda. Kuxnyasi. Kuxnya bilan ishlangan, gaz, ichki, emchakka ishlaganda shu narsalar ham yapashilib, shunga qarab qoldiriladi. Bu yoqda vanna sanuzeli. Vanna sanuzeli remontlangan. Kafellar bilan. Bu yoqda yana aytgan Adinni xonamiz, razmeri 3 ga 8,5 uzunni polni. Oradan kelib, ko'rib, gaplashib olarasizlar. Adres aytganimizday Bansaning to'g'risida Umarning do'konidan o'tib kelaversa, bahasi $120,000. Hayitlarda kelishlari kam bor. Ichida qolgan narsalari, nus qoladi, nus ketadi. Kelib gaplashib, pullarni ham shu yerda ustida Olegamiz bilan gaplashib olarasizlar. Pastga nimalar yozib qoldiramiz, bemalol kelib ko'rishingiz mumkin. O'tganda da qaytganda da ko'rib o'tib ketaverasizlar.